Amerikaga joylashgan va Uyg'urlarning kishilik huquq masalalari ustida xizmat qilayotgan bir kishilik huquq tashkilotining doklatiga qaraganda 2014-yildan boshlab kam deganda 630 imom va diniy kimligi bor kishilar qo'lga ilingan yoki turmaga solingan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan tayyorlangan dokladda 18 diniy zotning ya qamoqda yoki qo'lga ilingandan keyin qazo qilganligi bayon qilingan. Erkinlikka tortib ilingan bu imomlar radikal fikr tarqitish, ommani tartibni qalayma-qalashtiradigan shaklda to'plash, bo'lgunchilik ideyasini qo'zg'ash bilan ayblagan. Oila a'zolarining so'ziga qaraganda, bu diniy xodimlarning asosli jinoyati vaziyetish, duo tilovat guruhlariga rahbarlik qilish qatorliq amaliyotda imomlik doirasidagi faoliyatlar ekan. Mazkur tashkilot jami 1046 musulmon diniy zotning kechirmishlarini oshkorlashga tirishgan. Amerikaning 2020-yillik xalqarалық diniy erkinlik dokladini e'lon qilgan tashqi ishlar ministri Antony Blinken dunyoning o'xshamagan joylarida islom, xristian va yahudi dinlariga bo'lgan dushmanlikning kuchayayotganligini aytdi. Blinken so'zida Uyg'urlarning kishilik huquq dafsandichiligi sababli Xitoyni va Rohingya musulmonlarga qilingan kishilik huquq dafsandichiligi sababli Birma armiyasini tilga oldi hamda Rossiya, Eron va Nigeriya qatorliq davlatlardagi diniy erkinlikka munosabatli masalalarni ko'rsatdi. Blinken mundaq dedi: Xitoy Uyg'ur musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni davomlashtirib, diniy odatlarni jinoyat deb bekitmoqda. Blinken yana Falun Gongchilarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligi sababli bir Xitoy amaldorga embargo yurgizganligini e'lon qildi va Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga davomli diqqat qiladiganligini aytdi. Dunyoga mashhur Forbes jurnali bilan tang o'rinda turadigan boylik jurnali yaqinda 2021-yil dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbar tizimligini e'lon qilgan bo'lib, advokat va Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel bu tizimlikka kirgan. Boylik jurnalining Nuri Turkelga bergan bahosida mundaq deyilgan: Nuri Turkel dаңlıq kishilik huquq qo'g'dug'uchidir. Uning eng muhim xizmati o'zi tug'ilgan diyordagi Uyg'ur va boshqa millatlar uchrayotgan zulmga markazlashgan. U yana Uyg'ur kishilik huquq qurilishi ھېيتىنىڭ raisi, Avam palata raisi Nancy Pelosi o'tgan yili uni Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari qilib tayinladi. U Xitoydagi majburiy emgak va yerli xalqqa yurgizilayotgan madaniyat qirg'inchiligini oyoqlashtirish uchun Amerika Davlat Majlisining Xitoydan paxta, to'qimchilik mahsulotlari va boshqa mollarni import qilmaslik haqida qaror chiqarishga turtki bo'ldi. U yana kuchli sabablarni ko'rsatib, Amerika shirkatlarini mol ta'minlash liniyasini qayta barpo qilish va Xitoydan savdo aloqasini uzishga chaqirdi. Bu qitimqi tizimlikda Yangi Zelandiyaning ayol bosh ministri Jasinda Ardern 1-o'ringa, Nuri Turkel 17-o'ringa, Nobel tinchlik mukofotiga erishgan Malala Yusufzoda 31-o'ringa tizilgan. Xabar qilinishicha, Xitoyda o't o'chirish harakatiga qatnashgan bir tik uchar Yunnan o'lkasining Erxay ko'liga tushib ketib, 4 odam o'lgan. Xitoy jiddiy ishlarni bartaraf qilish ministrligi e'lon qilgan bayonotida tik uchar aeroplandagi 4 kishining hammasining Yunnan o'lkasining Kunmingdagi havo qutqizish atrofida uchquchi ekanligini bildirdi. Tik ucharning tushib ketgan vaqti atrofdagi fuqarolar tomonidan suratga ilingan. Yerlik amaldorlar voqeaning sababini tekshirishning davom qilayotganligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkistonliklar boshchiligida butun dunyo musulmonlarining Roza ھېيتىگە مۇبارەك bo'lsun. Ulug' Alloh Ramazonda qilgan ibodatlarimiz va duolarimizni qabul qilsin. Sharqi Turkiston ozod bo'lgan va butun mazlumlar hurlikka erishgan kunlarda hit o'tkazishni bizga nasib qilsin.